Burunning Misrning yiroq bir kentida bir ovchi yashaydi ekan. Uning bir ishti bo'lgan ekan. Bir kuni ular ovga chiqmoqchi bo'pti. Ha, jonivor, bugun havo xili yaxshi ekan, ha? Yur, mangayli. Ular mengib bir yerga kelganda, oldiga bir sodiganning oltin kumush besilgan kala harvisi uchrabdi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sizga qarsam, biri o'ngsizlik uchirgandek qilasiz. Nemish bo'ldi? Yordam kerakmi? Harva mengib mushaga kelganda oldichoq sunib ketdi. Yo'limni qat'iy davom etamidim. Siz mushada bularga qarab tursangiz, men unavandan birini tep akasam. Ha, bo'ldi. Siz xotirjam berib keling. Men bu yerda saqlab turay. Rahmat sizga, bak yaxshi bo'ldi. Shuning bilan sodigar hunarvan izlab kanit tarafga qarab mengibdi. Ovchi bilan uning ishti kala harvisining yonida o'ltirib, sodiganning qaytib kelishini saqlabdi. Saqlab berib kech bo'pti. Lekin sodigar qaytib kelmabdi. Qorong'u bo'lgan seri ovchi tit bo'lishga boshlabdi. Anamning ko'zi yaxshi emas. Narsani endi ko'rolmaydi. Yenida men yo'q, tomoq yemay qo'rsiq tazimi ochqandi, ha? Bu bolam ajab qaytib kelmaydi-ku. Birash bo'lmagandi, ha? Odam ajab manziratdi. Men anamdan bek ansirab qoldim. Men uyga qaytaveray. Sen mush yerda qilib, narsalarga obdan qarab turg'in, ha? O'g'irlar ap qochmasa yana. Shuning bilan ovchi uyga qaytib mengibdi. İşte bo'lsa xuddi sodiq kuzatchilardek harvaning atrofini aylanib, sodigarning kelishini saqlabdi. Sodigar bo'lsa, bir nech kanitni izlabmi, hunarvan topolmabdi. Yerim kechi bo'lganda, oxir bir kanitdan harva o'ngshaydigan hunarvanni tepibdi. Ustam, mening harvam yerim yo'lda chataq chiqib buzilib qoldi. Harvamni men bilan bilib berib, o'ngshab bera olamsiz? Ha, bo'ldi. Men o'ngshab beray. Yuring amsa. Shuning bilan sodigar hunarvanni boshlab harva yeniga kelibdi. Qarasa, ishning egisi yo'q turg'iday. Ha, egan qaytibdi-da jonivor. Ajabmi, gap anglaydigan vafodor eshitgansa. Olg'in bu tangilarni. Eganing yeniga qaytqin, ha? Sizlarga ko'p rahmat. Ovchi uyiga kelib, onasiga tomoq etib yegizibdi. Va onasini uxlatib qo'yib, eshik oldida ishtini saqlab turibdi. Et yugurganicha egisining oldiga kelibdi va tangilarni egisiga beribdi. Men sen sodigarning narsalariga yaxshi qara, o'g'riga berma desam, sen o'zing tangilarni o'g'irlab kelibsan-ku. Xap seni, toza bir jazolamsan. Shunda qilib ovchi ishtini sen tangilarni o'g'irlading deb qafasga solab qo'yibdi. Ovchi tangilarni egisiga qaytarib bermoqchi bo'lib, sodigarni izlab mengibdi. Ovchi birodar, ajab o'zingiz yolg'iz kelibsiz-ku. Ishtingiz qani? O ishtingiz bakmi vafodor, aqlli ishitgan. Men qaytib kelguncha narsalarga shundoq yaxshi qarab turibdi. Men uningga ozroq tangilarni berib, eganing yeniga qaytqin degandem. Ovchi sodigarning gapini anglab, ahvolni to'liq aniqlamasdala, oldirab ochiqlanib, ishtini jazolig'iniga pushaymon qilganicha turib qopdi. Ovchi uyiga qaytib, oldirab uni jazolaganligidan xijil bo'lib, ishtidan kechirim so'rabdi. Karton darsi. Hanzu tili so'z